Garov reyestri nima va u nima uchun kerak? Garov reyestri bu ko'char va ko'chmas mulk garovlari, avtomobillar, ko'chmas mulklar, depozitlar, asbob-uskunalar va mexanizmlar, aylanma mablag'lar va tovarlar, tovar moddiy boyliklar, mulkiy huquqlar, lizing va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladigan yagona ma'lumotlar bazasidir. Garov reyestrining vazifasi garov munosabatlari sohasida manfaatdor shaxslarga yordam berish va garov egalarining huquqlarini himoya qilishdan iborat. Misol uchun, siz avtomashinani garovga qo'yib kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit berish uchun bank ushbu mashina boshqa kredit uchun garov bo'lmaganligini va unga taqiq qo'yilmaganini tekshirishi kerak. Biznesni rivojlantirish bankida kredit olish uchun garovga qo'yiladigan mulk garov reyestriga kiritilgani haqida SMS xabar yuboriladi hamda garov reyestridan chiqarilganda ham SMS orqali mijoz ogohlantiriladi.